Assalomu alaykum. Opus kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Temur Malik va bugundan e'tiboran biz bu kanal bo'yicha sizlarga ingliz tili haqida ozmi ko'pmi ma'lumot berib borishga harakat qilamiz. Bugundan e'tiboran biz bu kanalda yangi rubrikani ochishga ahd qilgandik va bizni yangi rubrikamiz Essential Phrases bo'ladi. Bu rubrika orqali biz sizlarga har xil frazalar haqida ma'lumot berib boramiz. Va bu frazalarning ma'nosi qanday ishlatiladi va ba'zi vaqtlarda sahna ko'rinishlari orqali sizlarga ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va bugungi yangi frazamiz knock it off bo'ladi. Aytilgandek, bugungi frazamiz knock it off, ya'ni stop it. Sinonimi stop it bo'ladi. Bas qil, to'xtat degan ma'nolarni beradi. Bu frazani biz qachon kim biror narsa yo biror kim yo qanaqadir holat bizni asabimizni buzganda yoki jig'imizga tegadigan qanaqadir holat bo'lgan paytda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Stop it, ya'ni bas qil, knock it off, to'xtat degan ma'noda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Frazani aytilishicha ishlatilishi 1880-yildan boshlangan va frazani kelib chiqishi auksion paytida bo'lgan. Ya'ni o'sha vaqtda juda ham ko'p auksion bo'lardi. Menimcha hozir ham juda ham ba'zi bir joylarda olib boriladi bunday, ya'ni auksionga ma'lum bir mahsulotlar qo'yiladi va kim ko'p narx qo'ysa, shu mahsulot o'sha insonniki bo'ladi. Auksion davrida o'sha auksionni boshqaruvchi inson tomonidan savdoni to'xtatish, ya'ni o'sha savdoni to'xtat degan ma'noda o'sha bolg'achin bilan urib to'xtagani to'g'risida signal ber deganda, ya'ni dish uchun bu ishlatilgan ekan. Ya'ni knock it off, bolg'in bilan ur va savdoni to'xtat. Va borib bu stop it, ya'ni o'sha to'xtat, bas qil degan ma'noda ishlatila boshlagan. Frazani ma'nosi shundan iborat va hozirda biz sizlarga kichkina bir lavhacha tayyorlaganmiz, sahna ko'rinishi va bu sahna ko'rinishida biz shu frazani ishlatilishini ko'rsatib o'tamiz. Hey team, why are you sitting? We are going to the park and we are waiting for you. I want to stay at home and I'm not in the mood for going out. Come on, it will be fun. No, thanks. You know what? I will buy you ice cream. I said no. Come on. Knock it off. I'm saying you, I'm not going. Video ham o'z nihoyasiga yetdi. Video agar sizlarga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosamiz, obuna bo'lib qo'yamiz va qo'ng'iroqchani ham bosish yodingizdan ko'tarilmasin, chunki bu kanal haqida sizga ma'lumotlar kelib turishini bilmoqchi bo'lsangiz, yangi videolar chiqqanda xabardor bo'lib turishni xohlasangiz, qo'ng'iroq tugmachasini ham bosib qo'yish kerak bo'ladi. Hammaga omad, o'zingiz ehtiyot qiling, and guys, stay on track.